Nikohda tuzga non to'kirib yegizishning hukmi nima? Savol. Assalomu alaykum. Nikohda tuzga non to'kirib yegizish Uyg'urlar orasida hozirmi davomlashib kelyotidi. Ammo buning diniy asosini bilib ketmaymiz. Shunga bu to'g'riliq ustozning aniq ma'lumot berishini so'rayman. Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Tuz hozirgi turmushimizda garchi odatdagi bir narsaga aylanib qolgan bo'lsa-mu, biroq qadimda undaq bo'lmagan. Balki asrlar bo'yi intayin kam topiladigan qimmatli tovar sifatida qo'llanilgan bo'lib, tuz bugünkidek kengarchilik va odatdagi iste'mol turiga aylanib qolgan davrda uning ilgirgidek muhim rolini tasavvur qilish qiyin. Tuz qadimki asrlarda O'rta Osiyodan Misrgacha, Jungodan Fransiyagacha bo'lgan turli iqlimlarda qimmat bahoda sotiladigan va tijorat yo'llarida yutkiladigan esil tovar bo'lib, Italiyadagi eng qadimki yo'llarning birining ismi tuz yo'li deb ataladi. Chunki bu yo'l maxsus shu esil tovarni yo'tkashga ishlatiladi. Tuz tijoratining kirimi yaxshi edi. Bu sababdan tuzga Jungo va Fransiyada ig'ir bojchiliklar qo'yilgan. Habashiston va Tibet qatorliq ba'zi ellarda pul o'rnida tuz ishlatilgan edi. Buni Marco Polo xotirlagan. Umuman asrlar bo'yi insonga nisbatan xuddi non, saxiylik va hayotlikning simvoli bo'lgandek, tuzmo alohida simvollik qimmat ifodalaydigan bo'lg'achqa, qadimda ba'zi g'ayri dindikilar tuzni qurbonlik qiladigan muqaddas buyumlar qatorida ulug'lab, ilohlarga taqdim qilishgan ahvollarmi bo'lgan. Tuz yana xalq orasida yaxshilikning qadrini bilmaydigan, yaxshilikqa yomonlik bilan javob qaytaradigan tanqoq kishiga tuzini yeb tuzliqini chaqadigan tuzko'r deyish bilan ayblashdagi bir xil tamsil tusida ishlatiladi. Parislarda namak tuz degan ma'noda bo'lib, harom namak tuzko'r degan ma'noda. Misrdami billa o'ltirib tomoq yegan kishiga yomonlik qilsa bo'lmaydiganligini aramizda non bilan tuz bor deyish orqali ifodalagan. Bizdami birovga o'zining qat'iy rost so'zlayotganligini ifodalamoqchi bo'lsa, mana tuz turibdi deb, garchi shariatdan asosi bo'lmasa-mu, tuzni arada guvohlikqa tortishdek odat davomlashib kelgan. Halbuki islom shariatimizda tuzni alohida ulug'lash yo'q. Tuz bilan nikohning munosabati taximi yo'q. Tuz faqat boshqa ne'matlarga o'xshashla Alloh insonning manfaati uchun ato qilgan bir ne'matdir. Shariatning nikoh dasturi va arkonlarda tuzga munosabatli hech qanday qoida-usul belgilangan emas. Buningga asosan shundoq deyish mumkinki, nikohda tuzga non to'kirib yegizish Uyg'urlarga qadimki tuzni ulug'lash hodisasi avj olgan davrlardan miros qolgan bir turlik odat bo'lish ehtimoli kuchli. Agar tuzni alohida ulug'lash maqsadida nikoh so'rinida bu ishni qilsa, islomga xilof ish qilgan bo'ladi. Sababini bilmaydigan odat deb qilgan bo'lsa, jahiliyat odatlariga amal qilgan sanaladi. Shunga nikohda bu ishni qilmaslik lozim. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom 57-numurliq fatvo.